Mana hozirgina videoni yog'ochlarnikini oldik. Sizlarga tushunarli bo'lishini отдельно qilib mana shu xuddi o'sha nima edi bu yer qishloq ismi? Puskaron. Mana shu Puskaron qishlog'idagi katta xo'zmagimizdan hozirgina shifr yog'ochlar narxini oldik. Mana metallar narxini отдельно olamiz endi. Mana shamol, bo'ron, yomg'ir bo'lishiga qaramay sizlar uchun biz yana xizmatdamiz. Bitta like bilan podpiskani bosib qo'yishni ayamanglar. Qani boshladik aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismingiz nima sizda? Sohib. Sohib, Ottosh akamiz ikkovimiz. Meni ismim ham Sohibjon. Mana shu metallarni bir narxlarini chiroyli qilib meni podpischalarimga tushuntirib bersangiz aka. Bo'ldi. Ana marhamat. Nimadan boshlaymiz? Mana bu yerdan profillardan boshlang bo'lmasa. Farqi masalan birinchi profil 2 ga 2 1 stinka. 2 ga 2, stenasi 1 2, ha? 1 2. Bular 9000 so'm chiqadi bular narxi. Aha. Bular darvozalarga bo'ladi ko'pincha. Yoki qalin 1,5 stinkasi bor. Tepada 1,5ligi 10,000. Aha. 1,7ligi bor 12,000, 2 stinka bor 14,000. Yutib oling shaka. Keyin 2 ga 4lar bor, qanaqa shular. 2 ga 4 1 stinka 14,000, 1,5 stinka 15,000, 1 stinka 18,000. 18,000 so'm, ha? Qolganlarichi. Stinkaga qarab, zavod sexiga qarab ketaveradi. Aha. Qolganlari masalan hadavoy 4 ga 4. 4 ga 4. 4 ga 4 da 1,5 20 18,000 20,000 turadi. O'ynab turadi arzon narxlari. 1,6ligi bor 22,000. 1,6lik 22,000. Keyin 6 ga 4 mana bu ham hadavoy 1,65, 1,7 ko'rsatadi. Bu 27,000 Ular 27,000 metri. metr. Hadavoy shular. 2 stenasichi uni? Stena 1,65, 1,7. Bu nimasi mana bu? Tingiz, qalin. Bu 2 stinka, 6 ga 4 2 stinkasi. O'sha narxi necha pul? 34,000. 34,000 1 metr bo'lyapti. Optim narxlari shunday bo'lyapti. Mana bu katta profillarni ham narxlarini aytib o'tib ketsangiz uni. Katta profil 10 ga 5. 10 ga 5 2 stinka mana shu 65,000. 65,000 so'm. Shuni 2 stinkasi bor 50,000 bo'ladi. 50,000. 10 ga 10lari bor 208 stinka, ular 95,000. 6 ga 8 bir mana bular 50,000. Stinkasi 2 stinkaga yaqin. Bular qanaqa? Bu 8 ga 4. 4 ga 8 bu. Aha. 8 ga 4. Bu 42,000 bu. Stenasi qanaqa buni? 2 ga 1. 2 1 stena qalinroq ha bular. Ha, yonboshdagi 1,75 stinka. Aha. Ular 45,000. 45,000 bular. Turbalarga keladigan bo'lsak, turbalar qanaqa narxda bo'lyapti? Turbalar 32ligi bor 1,9 stinka. Bularni nimalarga ishlatadi aslida? Gaz o'tkazishgami, nima bu? Xo'sh, gazga kichikroq ishda 25 gacha, bularni parnikka Parnikka ko'proq, ha? Ha, uzun stokaga. Stenasi 1,9, necha pul nimasi? 20,000 metr. 1 metr 20,000 so'm, ha? Parnikka mana bular. Ha, parnikka 1,5. 25ligi, 1,5 25ligi. U necha pul metr? 15,000. 15,000 so'm 1 metr. Ha, keyingisi 1,7lik nima edi? Gazga ishlatadi shularni. Gazniki. U 15lik. 15lik necha pul metr bu? Bular 14,000, 13,000 turibdi. 1 metr 14,000 13,000 dan turibdi. Tepadagilarichi? Ha, ular kamroq ketadi, bularning gazga ishlatsa bular atsinkovoy bular. Ha, atsinkovoy. 15ligi 15,000, 32ligi 32,000. Armaturalar necha bo'lyapti? Armatura zavod 12 bor, 7,5 7,000 bo'ladi. 8,000ligi ham bo'ladi. Aha, Sifatiga qarab, ha, metr. 14liklari bor, 10,000, 12,000. Sex 12lik bor, hadavoylari, ular 6,000. Mana bu turbalar nechilik bular? Turbalar kattalar 76 dan 219 gacha bor. 76lari necha pul bo'lyapti buni? 2 stinkasi 45,000. 45,000 dan to necha pulgacha? Xo'sh, 80,000 gacha ketadi. 80,000gacha ketadi. Bilas mana bu yerda ugonliklarni ko'ryapmiz hozir. Ugonliklar necha pul metr? Ugonliklar 3 ga 3. 12,000 metri, 4 ga 4 2 xil bo'ladi. 22,000, 18,000. Ha, 5 ga 5 da ham 2 xil bo'ladi. Hozir bu yerda qalini 4 stinkaligi bor 30,000, 2,5 stinkaligi bor 25,000. Ana bu turbalar, katta turbalar nechilik ular? 159, 150lik. 150lik turbalar metri necha pul bo'ladi? Bu 135,000, 208 stinka. 208. Yerga qoqsa ham bo'ladimi shuni? Ha, bular. Nima qoldi bu yerda hozir temirlardan menimcha bo'ldi, ha? Temirlardan Mana o'tamiz. Endi turi ko'p ketaveradi, stinka, qalinlik, razmer. Bilas, qanaqa metal kerak bo'ladigan bo'lsa, mana ekranda nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Mana sotuvchi akalarimizda telefon qilaverasizlar. Telegram ham bormi aka? Telegram bor. Mabodo telefonlarini ko'tara olmay qolsa, Telegramdan yozaverasizlar. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamanglar.